Assalomu alaykum. Hurmatli fuqarolar, hurmatli tadbirkorlar. Meni ismim Alisher, familiyam Murodov. Agrobank o'rinbosariman. Bugungi navbatdagi tadbirkorlar bilan fuqarolar bilan uchrashuvimiz belgilangan. Kelganlar uchun hammaga tashakkur. Kimda Agrobank mahsulotlariga nisbatan qiziqishi, Agrobankga nisbatan savollari bo'lsa, bemalol hozir birma-bir mana shu uchrashuv davomida aytib o'tasizlar. Kimda nima masalalari bo'ladigan bo'lsa, biza jamoamiz bilan birga yozib olib, o'sha masalalarni qisqa fursatda kam vaqt oralig'iga yechib berish chorasini ko'ramiz. Murojaatni bildirguncha har bitta fuqaro, har bitta tadbirkor familiya, imyasi, o'sha tashkilotning nomi, adresi, telefon raqami, murojaatining mazmunini aytsa, biz yozib olamiz. Qisqa muddatda o'sha masalalarni yechimini izlab topib, o'sha masalalarni yechib berish chorasini ko'ramiz. Bo'lmasa vaqtini hech kimga qolmaymiz. Bir boshidan kimda nima murojaat bo'ladigan bo'lsa, aytsangizlar, yozib olamiz. Boshlaymiz. Abdulla Quvonchbek. Kim? Abdulla Quvonchbek. Samadilla o'g'li. Quvonchbek, ha? Samadilla o'g'li. O'g'an? Qaysi mahalladasiz? Qo'shchilar mahallasi. Qo'shchilar. Telefoningizni aytib oling. 97lik 97lik 587 587 9709. 9709. Ayting murojaatingizni, nima masala? Shu kredit olaman. Qancha so'm olmoqchisiz? 17 million. 17 million. Nima maqsadda olmoqchisiz? Chorvachilikka. Yozib oldim. Qisqa muddatda bir kun, maksimum 2 kun. 2 kunga bormaydi, bir kungacha masalalarni yechib beramiz. Yana kimda nima masala? Nabiyev Sobir. Nabiyev Sobir. Sarvar o'g'li. Qaysi mahalladasiz? Telefon aytib oling. 88lik 067 067 8822. Nima masalangiz bor? Kreditmi? Kredit. Qancha? 17 million. Nima maqsadga? Chorvachilik. Sobirjon, sizga ham yozib oldim. Qisqa muddatda yechib beramiz masalaga qarab. Yana kimdan nima masala? Ergasheva Kamola Sirojidjon qizi. Ergasheva Kamola Sirojidjon qizi. Kelgansiz. Xo'ja Xuroson. Xo'ja Xuroson. Telefon aytib oling. 97lik 522 2030. Nima masalasi? Uni kredit olmoqchi. 17 million kredit. Bo'ldi, sizga ham yozib oldim. Sizga masalangizni qisqa fursatda bir kungacha yechib beramiz. Yana kimdan nima masala? Murodov o'g'li Jumanazarich. Murodovmi, Xonmurodov? Murodov. Mana Murodov. Murodov O'g'li Jumanazarich. Jumanazarich. Qaysi mahallada? Qo'shchilar. Telefon aytib oling. 97lik 97lik 587 587 78 78 08. Nima maqsad? Chorvachilik maqsadida 17 million kredit so'rab. 17 million dollarga. Yana kimdan nima masala? Qo'ldimi? Mana shu 4 ta fuqaroning murojaatini yozib oldim. Mana shu fuqarolarning murojaatini, sizlarning murojaatlaringizni
bir kun eng uzog'i endi 2 kunga borish ehtimoli kamroq u. Endi qandaydir bo'lib qolib 2 kunga bormasa 1 kun muddaticha yechib berish chorasini ko'ramiz. Agrobankdan shu mahsulotdan foydalanganlarimiz uchun hammalaringizga katta tashakkur. Faqatgina kreditni ajratib beramiz. Foizlarni, ta'nini, to'lovlarni o'z vaqtiga kechiktirmasdan o'sha kredit shartnomaga ko'rsatilgan muddatdan kechiktirmay to'lab berishlaringizni iltimos qilib so'rab qolamiz. Hammaga rahmat. Vaqtlaringizni olganiniz uchun uzr. Rahmat katta. Sog' bo'ling.